Nechi pul olyapsiz buni endi? Nechi pul olasan? Sansiramasdan gapiravering. Omadlari Sho'ri bu qizlar o'sha probega ham ketib qolgan uni. Qo'yliqda mustigida turaverib, uni probega ham aylanib, orqaga aylanib ketgan probega o'sha. Voy, onasini yemisini jalab, klublar ham qolmagan. O'sha klublarga ham kirib bo'lmaydi u oblitsovka bilan. Dubay qabul qilmaydigan bo'lib ketgan. Hozir yoshlari chiqyapti, u konkurensiya ham qolmagandan oxiri bir balolar qilib biqinlarni yig'ishtirib olib, men bu yerga tugib, men buni tegidan pantalonni qo'yib, uni ko'tarib olib, unga bir narsalarni yana ko'paytirib, lab qilib Instagramga chiqdi endi bu ifloslar. Instagramga chiqsa, ana ochki ishi aka keladi-da, "Davay" deydi, "Men siz deydi, prosmotrlarim qarang" deydi, 5 million deydi. Uncha bloger deydi, ssenariy qilib ham deydi, kino olib ham deydi, bunaqa deydi, anaqa prosmotr kommentga ega emas deydi. Faqat komment bilan kommentning farqi bor. To'g'rimi? Keyin xo'p deydi u ham, unga ham aktiv kerak-ku. Qarang, tonki joyini o'rgataman hozir, ko'rsataman hozir. U qizga qanaqa foyda? U qizni pulga gaplashadi bo'lasam, yo'q, u haromiga ham odam kerak. Men bunga aktiv kerak. Siz telefonni olib kelasizda deydi, mashinada kelasizda deydi. Yoningizda bitta bola o'tirgan bo'ladi dedi. Keyin u bolani deydi, yonida o'tirganda deydi, siz ayol bo'lib turib men bilan gaplashsangiz deydi. Erkagingiz gapirtirmasangiz deydi, uni alfoningiz deb so'kishadi deydi haligi joyda. Qaranglar, psixologiya jalab. U achkiga yiballar aqlli ekan jalab. Bir vaqt haligi joyda keyin keladi. Keyin bu mashinada keladi jalab ani qiz bilan. Keladi-da, "Sen men telefon olmoqchi bo'lgan" deydi. Yiban, qatta ko'rgansiz shunaqa deyishini. Qatta bor bilan, jinni bilan. Keyin u ham to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'ziga keltirib qo'yadigan deydilar. O'zi aktrisa 5 minut oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin "Bo'pti-da, xullasda, men telefon ko'rguncha" deb qo'yadi uncha ham chala. Keyin u ham erkagingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-ku, ko'p odam "Voy, alfoningiz, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda" deb qo'yadi. To'g'ri aytyapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammada nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er yitarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaraz o'tirishini qara" deydi. U bechara, u ham aktyor o'zi. "Alfoningiz, yondigini qara, u bu" deydi haligi joyda. Pizdes ketadi komment. Hamma nafrat, hamma gunohga botyapti. Bu fitna, bu sahna ko'rinishligini ular aytmaganligi uchun bu real hayotda bo'lyapti deb o'ylayapti. Bu yerda odamlar yozadi jalab. Bular hali u dunyoda gunohiga ham qoladi uni jalab. Keyin chiqib qoladi-da, o'zi $1000 ham turmaydigan iPhone'ni 2000 deydi haliginga. Keyin aytadi, "Jinnimisiz?" Unga ham komment yozadi, "Bu jinni